Zudlik bilan barcha pensionerlarga murojaat qilaman. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olsa, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Men bugun juda muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Pensiya to'lovlari, qayta hisob-kitob, hujjatlardagi xatolar, bank kartasi, ishonchnoma, qo'shimcha ustamalar va eng ko'p uchraydigan muammolar haqida gaplashamiz. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta e'tiborsizlik ham pensionerning puliga ta'sir qilishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Avvalo, asosiy muammo nimada ekanini tushuntiraman. Ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin hamma narsa avtomatik bo'ladi. Endi hech narsani tekshirish shart emas deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tizimida har bir ma'lumot muhim. Ish staji, ish haqi, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik, hatto familiya yoki tug'ilgan sanadagi kichik xato ham to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlar orqali yuritilar edi. Arxidan ma'lumot olish uzoq davom etardi. Odamlar bir idoradan boshqasiga qatnardi. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu qulay, lekin elektron bazada xato bo'lsa, muammo ham tez ko'rinadi. Ilgari pensionerning asosiy vazifasi pensiya tayinlanganda hujjat topshirish edi. Keyin u har oy pulni olardi. Lekin hozir holat biroz boshqacha. Pensiya miqdori, ustamalar, qayta hisoblash, bank orqali to'lov, plastik karta, onlayn ma'lumotlar, elektron arxiv, doimiy ro'yxat, vaqtincha yashash, manzili kabi masalalar ko'paygan. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men ekspert sifatida ko'p ko'rganman. Odam o'z pensiyasini yillar davomida kamroq olib kelgan bo'ladi. Sababi eski ish joyidagi staj hisobga kirmagan yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumot noto'g'ri kiritilgan. Yoki biror hujjat arxivdan topilmagani uchun pensiya past chiqqan. Bunday vaziyatda odam o'z huquqini bilsa, murojaat qilib qayta hisoblatishi mumkin. Endi eng muhim savol, kimlar albatta o'z pensiyasini tekshirtirishi kerak? Birinchi navbatda pensiya miqdori juda past deb o'ylayotganlar. Masalan, odam o'tgan yil ishlagan, lekin pensiyasi atrofidagi boshqa odamnikidan ancha kam. Albatta har bir kishining ish haqi, staji, lavozimi, badal to'langan davri farq qiladi. Lekin keskin farq bo'lsa, tekshirish kerak. Ikkinchi guruh Sovet davrida yoki 1990 yillar, 2000 yillar boshida turli korxonalarda ishlaganlar. Ko'plab korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan. Arxiv hujjatlari boshqa joyga topshirilgan bo'lishi mumkin. Agar o'sha yillardagi staj pensiyaga to'liq kirmagan bo'lsa, pensiya kam chiqadi. Uchinchi guruh ayollar, ayniqsa bir necha farzand tarbiyalagan, dekret ta'tilida bo'lgan, keyin ishga qaytgan ayollar, ba'zan bola parvarishi davri yoki ishga qaytishdagi yozuvlar noto'g'ri tushuniladi. To'rtinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, yolg'iz keksalar va parvarishga muhtoj shaxslar. Chunki ularga ayrim holatlarda qo'shimcha ustama yoki ijtimoiy yordam tegishli bo'lishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'liq bo'lsa, ish staji va ish haqi ma'lumotlari aniq tasdiqlangan bo'lsa, pensiya miqdori haqida pensiya jamg'armasi bo'limidan tushuntirish olgan bo'lsangiz, sizda katta xavotir bo'lmasligi mumkin. Lekin shunda ham men yiliga kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki odamning pasporti almashadi, bank kartasi muddati tugaydi, yashash manzili o'zgaradi, nogironlik bo'yicha qayta ko'rik sanasi keladi, ishonchnoma muddati tugaydi. Bularning hammasi pensiya to'lovini vaqtincha to'xtatib qo'yishi yoki kechiktirishi mumkin. Keling, hayotiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, 68 yoshli otaxon 32 yil zavodda ishlagan. Pensiya tayinlanganda arxivdan faqat 24 yil staj tasdiqlangan, qolgan yillar bo'yicha hujjat topilmagan. Otaxon esa davlat o'zi biladi deb yuraveradi. Natijada u har oy masalan 200 ming so'm kam olayotgan bo'lishi mumkin. Bir oyda 200 ming so'm unchalik katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin bir yilda 2 million 400 ming so'm bo'ladi. 5 yilda esa 12 million so'mga yaqin farq paydo bo'ladi. Agar u arxivga so'rov berib, eski mehnat daftarchasidagi yozuvlarni, ish haqi ma'lumotnomasini, guvohlar orqali tasdiqlash tartibini o'rgansa, ayrim davrlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Mana shu sababli men pensiyam chiqdi.
endi bo'ldi degan fikrni xavfli deb hisoblayman. Yana bir misol, 13 yoshli ayol maktabda, keyin bolalar bog'chasida ishlagan. U 3 farzand tarbiyalagan, ayrim yillarda dekret ta'tilida bo'lgan. Pensiya tayinlanganda ish staji hisoblangan, lekin ba'zi yerlardagi ish haqi past ko'rsatilgan. Chunki hujjatda stavka lavozim yoki qo'shimcha ustama alohida yozilmagan. Natijada pensiya kutilganidan kam chiqqan. Bunday holatda ayol mening pensiyam nega bunday deb og'zaki so'rash bilan cheklanmasligi kerak. U yozma ariza berishi, pensiya hisob-kitob varaqasi yoki tushuntirishni so'rashi qaysi yillar hisobga olinganini, qaysi ish haqi davri asos qilib olinganini bilishi kerak. Og'zaki javob esda qolmaydi, lekin yozma javob keyingi murojaat uchun asos bo'ladi. Bank kartasi masalasiga alohida to'xtalaman. Hozir ko'p pensionerlar pensiyasini plastik karta orqali oladi. Bu qulay, navbat kutmaydi, pul kartaga tushadi. Yaqinlari bankomatdan yechib beradi yoki do'konda to'lov qiladi. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Kartaning PIN kodini hech kimga aytmaslik kerak. Hatto telefon qilib bankdaman degan odamga ham. Hech qachon SMS kodini begona odamga bermang. So'nggi paytlarda firibgarlar aynan keksalarni nishonga oladi. Ular pensiyangiz oshiriladi, kompensatsiya tushadi, kartangiz blok bo'ladi, tasdiqlash kodi ayting deb qo'ng'iroq qiladi. Men aniq aytaman, haqiqiy bank xodimi ham, davlat idorasi xodimi ham sizdan SMS kod yoki kartaning maxfiy raqamlarini so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, darhol telefonni qo'ying va yaqinlaringizga ayting. Ba'zi pensionerlar pensiyasini o'zi ola olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma orqali oladi. Bu ham qonuniy yo'l, lekin ishonchnomaning muddati, kimga berilgani, qanday huquq berilgani aniq bo'lishi kerak. Men ko'p ko'rgan holat, ishonchnoma muddati tugagan, pensioner buni bilmaydi. Farzandi banka borganda pulni ola olmaydi. Keyin pensiya to'xtab qoldi deb xavotir boshlanadi. Aslida muammo hujjatda bo'ladi. Shuning uchun agar pensiyani ishonchnoma orqali olsangiz, ishonchnoma qachon tugashini alohida yozib qo'ying. Undan ham muhimi, pensionerning roziligi bo'lmasa, uning kartasidan foydalanish, pulini o'zlashtirish, yashirib sarflash mutlaqo noto'g'ri. Pensiya pensionerning shaxsiy mablag'i. Endi istisnolar va nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik masala pensiya oshishi. Odamlar ko'pincha pensiyalar oshdi, nega menga kamroq qo'shildi deb so'raydi. Pensiya oshganda hamma bir xil summa qo'shiladi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda oshirish foiz, ayrim holatlarda eng kam miqdor. Bazaviy hisoblash ustama yoki alohida toifa bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun qo'shilgan pulni qo'shnining pensiyasi bilan solishtirish doim ham to'g'ri emas. Qo'shningizda nogironlik ustamasi, alohida maqom, ko'proq staj yoki boshqa qo'shimcha bo'lishi mumkin. Sizda esa boshqa asos bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l o'z hisob-kitobingizni rasmiy tartibda so'rash. Ikkinchi nozik masala ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu yaxshi, chunki inson tajribasi jamiyatga kerak. Lekin ishlayotgan davr bo'yicha badallar, rasmiy ish haqi, mehnat shartnomasi, soliq va ijtimoiy to'lovlar masalasi muhim. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ayrim holatlarda keyinchalik qayta hisoblash haqida murojaat qilish mumkin bo'ladi. Lekin buning uchun ish rasmiy bo'lishi, ma'lumotlar bazada aks etishi kerak. Og'zaki ishladim, tanishimning do'konida yordam berdim. Naqd pul oldim degan holatlar odatda pensiya hisobiga kiritilmaydi. Shuning uchun keksalar ishlayotgan bo'lsa ham hujjatli ishlash masalasini e'tibordan chetda qoldirmasligi kerak. Uchinchi nozik masala yashash joyi o'zgarishi. Pensioner boshqa tuman yoki viloyatga ko'chsa, bu holat to'lov tizimida ham aks etishi kerak. Ba'zan odam qishloqdan shaharga farzandinikiga kelib yashaydi, lekin ro'yxat, bank, mahalla yoki pensiya bo'limidagi ma'lumotlar eski joyda qoladi. Keyin xat, tekshiruv, hujjat yangilash yoki to'lov bilan bog'liq masalalarda qiyinchilik bo'ladi. Agar doimiy yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, avvalo pasport ma'lumotlari va ro'yxat masalasini tartibga keltiring. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, to'lov manzili va bank rekvizitlari to'g'ri ekanini tekshirtiring. To'rtinchi nozik masala. Vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu mavzu og'ir, lekin juda muhim. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga keyingi oylar uchun tushgan pulni oila a'zolari o'zicha yechib olib ishlatishi mumkin emas. Bu keyinchalik qarzdorlik, qaytarish talabi yoki huquqiy muammoga olib keladi.
oila a'zolari tegishli idoralarga xabar berishi, dafn puli, qolgan to'lovlar, meros va boshqa masalalarni qonuniy tartibda hal qilish kerak. Men doim aytaman. Qayg'uli vaziyatda ham hujjat masalasini kechiktirmaslik kerak. Chunki keyin bu oilaga ortiqcha tashvish bo'lib qaytadi. 5-chi nozik masala nogironlik pensiyasi va qayta ko'rik. Agar pensioner nogironlik bo'yicha pensiya yoki ustama olsa, tibbiy mehnat ekspertizasi, qayta ko'rik muddati, guruhning o'zgarishi kabi holatlar to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zan odam qayta ko'rik sanasini o'tkazib yuboradi. Keyin to'lov kechikadi. Shuning uchun hujjatdagi muddatlarga juda ehtiyot bo'ling. Agar sog'liq holati og'irlashgan bo'lsa, shifokor orqali tegishli yo'llanma va tibbiy hujjatlarni tayyorlash kerak. Agar holat yaxshilangan bo'lsa ham, rasmiy qaror qanday bo'lishini kutish lozim. O'zicha endi bo'lmasam ham bo'ladi deyish to'g'ri emas. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam: barcha hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tegishli guvohnoma. Nogironlik bo'yicha hujjatlar, bank karta rekvizitlari, ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi. Bularni bitta papkaga solib qo'ying. Ko'pchilik muammo chiqqandan keyin hujjat qidiradi. To'g'ri yo'l esa oldindan tartibga solish. Ikkinchi qadam: pensiya hisob-kitobingizni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda: mening pensiyam qaysi ish staji va qaysi ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblangani yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar biror davr kiritilmagan deb hisoblasangiz, falon yildan falon yilgacha ishlagan davrimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb alohida yozing. Og'zaki gaplashish yetarli bo'lmaydi. Yozma murojaat qiling. Ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxani saqlang. 3-qadam: arxiv masalasini hal qiling. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlar tuman, viloyat yoki idoraviy arxivda bo'lishi mumkin. Arxivga so'rov berishda ish joyining eski nomi, taxminiy ish yillari, lavozim, seks yoki bo'lim nomi, familiyangiz o'sha paytda qanday bo'lganini aniq yozing. Masalan, 1942 yildan 1991 yilgacha Toshkent traktor zavodida tokarlik lavozimida ishlaganman degan ma'lumot arxivga yordam beradi. Agar ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, eski familiyani ham yozishi shart. Aks holda arxiv hujjatni topolmasligi mumkin. 4-qadam: bank kartangizni tekshiring. Kartaning muddati tugashidan oldin bankka boring. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankda yangilang. SMS xabar ulanmagan bo'lsa, ulatib qo'ying. Chunki pul tushganini va yechilganini kuzatib borish kerak. Agar kartadan siz bilmagan yechimlar bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. PIN kodni qog'ozga yozib karta yonida saqlamang. Agar keksa odam kodni eslab qola olmasa, yaqinlari yordam berishi mumkin. Lekin bu yordam halol va ochiq bo'lishi kerak. Har oy tushgan pensiya va sarflangan pulni oddiy daftar bilan nazorat qilish ham foydali. 5-qadam: telefon firibgarligidan himoyalaning. Men pensionerlarga shunday qoida beraman. Agar noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilib, pul, karta, kod, kompensatsiya, yutuq, pensiya o'sha haqida gapirsa, darhol shubhalaning. Men hozir o'zim bankka borib aniqlayman deb telefonni qo'ying. Hech qachon ilova o'rnatmang. Hech qachon kelgan kodni aytmang. Hech qachon kartaning oldi orqa raqamini yubormang. Agar firibgarlar sizni qo'rqitsa, kartangiz yopiladi, pulingiz kuyadi desa ham ishonmang. Haqiqiy masala bo'lsa, siz bankning rasmiy filialiga yoki davlat idorasiga borib aniqlaysiz. 6-qadam: oilada pensiya masalasini ochiq muhokama qiling. Farzandlar ota-onasining pensiyasini hurmat qilishi kerak. Pensioner ham o'z pulini kim yechayotganini, qancha tushayotganini, nimalarga sarflanayotganini bilishi kerak. Ba'zi oilalarda ota-onam tushunmaydi deb hamma narsani farzandlar boshqaradi. Bu har doim ham yomon emas agar halol yordam bo'lsa, lekin pensionerning roziligisiz kartasini olib qo'yish, pulini yashirin sarflash, qarzga ishlatish, kredit to'lash uchun yetish noto'g'ri. Pensiya keksaning dori-darmoniga, oziq-ovqatiga, kommunal to'loviga, shaxsiy ehtiyojiga xizmat qilishi kerak. 7-qadam: agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, shoshilib janjal qilmang, lekin jim ham turmang. Avval hujjatlarni to'plang, keyin yozma ariza bering, javobni kuting. Javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga, zarur bo'lsa, huquqiy maslahatga murojaat qiling.
har bir murojaatning nusxasini saqlang. Sana ariza raqami, kim qabul qilgani, qanday javob berilgani yozib boring. Bu oddiy daftar ham bo'lishi mumkin. Tizimli harakat qilgan odam o'z haqqini himoya qilishda kuchliroq bo'ladi. Men yana bir muhim narsani aytaman. Qo'shnidan eshitilgan gapni qonun deb qabul qilmang. Falonchiga qo'shib berishibdi. Hamma pensionerga pul tarqatilar ekan. Faqat bugun ariza topshirish kerak ekan. Kartani yangilamasa pensiya ko'rar ekan. Kabi gaplar tez tarqaladi. Har doim rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi bo'limi, bank filiali. Mahalla mas'ullari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki ishonch telefonlari orqali aniqlang. Mish-mishlar ko'pincha odamni ortiqcha vahimaga soladi yoki firibgarlarga yo'l ochadi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugundan boshlab 3 ta narsani bajaring. Birinchisi, hujjat papkangizni tartibga keltiring. Ikkinchisi, pensiya miqdori qanday hisoblanganini bilib oling. Uchinchisi, bank kartangiz va telefon xavfsizligini tekshiring. Agar siz pensionerning farzandi yoki nabirasi bo'lsangiz, bu ishlarni ularga tushuntirib bering, kerak bo'lsa birga boring. Keksalar ko'pincha idoraga borishga uyaladi, savol berishga tortinadi, bezovta qilmay deb yuradi. Lekin pensiya ularning qonuniy haqqi. Uni tushunish, tekshirish va himoya qilish uyat emas, aksincha juda zarur. Xulosa qilib aytaman, barcha pensionerlar uchun eng muhim masala bu pensiya o'z vaqtida, to'g'ri miqdorda va xavfsiz tarzda kelishini ta'minlashdir. Buning uchun hujjatlaringiz to'g'ri bo'lishi, staj va ish haqi ma'lumotlari aniq hisoblangan bo'lishi, bank kartangiz xavfsiz saqlanishi. Har qanday o'zgarish haqida vaqtida murojaat qilinishi kerak. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman, men sizni ogoh bo'lishga chaqiryapman. Chunki o'z huquqini bilgan pensioner hech kimga aldanmaydi va o'ziga tegishli mablag'dan bexabar qolmaydi. Agar sizda pensiya bo'yicha muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi masala sizni ko'proq qiynayapti? Pensiya miqdorimi, stajmi, bank kartasimi, arxiv hujjatlarimi yoki ishonchnomami? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta ota-onangizga, qo'shnilaringizga, tanish pensionerlarga yuboring. Bitta yuborilgan video kimningdir pensiyasi saqlab qolishi yoki o'z haqqini qaytarishiga sabab bo'lishi mumkin.